Do'stlar, Arlanda mashinaga 3 ta 30 talik arqa tag qismiga taxlab berdik. Bitta e'tibor berib, bitta baho berib qo'yasiz ishimizga. Uchta 30 talik bilan xudo xolasa uchalasini jamlaganda 90 litr bo'ladi. 250 probek xudo xolasa 250 kilometr probek beradi do'stlar. Shunaqangi mashina bor akalarga tavsiya qilamiz 3 ta 30 talik qo'yishni. Hech qanaqa hech narsaga xalaqit bermaydi mana. Orqa sidinlari ham bor. Xudo xolasa. Aloqadamiz do'stlar, oldi taraflariga 4-pakilani ideal qilib original jihozlar bilan jihozlab berdik. Tanlov asosida bo'ldi. Bu mashinamizdan ustonovkasi. Oy. Xudo xolasa yurgizdik do'stlar. Aloqa chiqarasizlar. Har bitta xizmatimiz tanlov asosida bo'ladi. Do'stlar, Arlanda mashinaga 3 ta 30 talik arqa tag qismiga taxlab berdik. Bitta e'tibor berib, bitta baho berib qo'yasiz ishimizga. Uchta 30 talik bilan xudo xolasa uchalasini jamlaganda 90 litr bo'ladi. 250 probek xudo xolasa 250 kilometr probek beradi do'stlar. Shunaqangi mashina bor akalarga tavsiya qilamiz 3 ta 30 talik qo'yishni. Hech qanaqa hech narsaga xalaqit bermaydi mana. Orqa sidinlari ham bor. Xudo xolasa. Aloqadamiz do'stlar, oldi taraflariga 4-pakilani ideal qilib original jihozlar bilan jihozlab berdik. Tanlov asosida bo'ldi. Bu mashinamizdan ustonovkasi. Oy. Xudo xolasa yurgizdik do'stlar. Aloqa chiqarasizlar. Har bitta xizmatimiz tanlov asosida bo'ladi. Do'stlar, Arlanda mashinaga 3 ta 30 talik arqa tag qismiga taxlab berdik. Bitta e'tibor berib, bitta baho berib qo'yasiz ishimizga. Uchta 30 talik bilan xudo xolasa uchalasini jamlaganda 90 litr bo'ladi. 250 probek xudo xolasa 250 kilometr probek beradi do'stlar. Shunaqangi mashina bor akalarga tavsiya qilamiz 3 ta 30 talik qo'yishni. Hech qanaqa hech narsaga xalaqit bermaydi mana. Orqa sidinlari ham bor. Xudo xolasa. Aloqadamiz do'stlar, oldi taraflariga 4-pakilani ideal qilib original jihozlar bilan jihozlab berdik. Tanlov asosida bo'ldi. Bu mashinamizdan ustonovkasi. Oy. Xudo xolasa yurgizdik do'stlar. Aloqa chiqarasizlar. Har bitta xizmatimiz tanlov asosida bo'ladi.